Dostlar, 1000 yıllık boshqalabizning ko'pgina uramlari ko'rnikli tatar shaxslari ismlarini yurdi. Misol uchun, tatar xalqi uchun ayirusha istalikli sanalgan әлеге uran eski tatar bistesindagi biz bosib turadigan uramda tatar xalqining qadrli o'g'li ulug' ma'rifatchi Qayyum Nosiriy ismini yurdi. Qayyum Nosiriy urami eski tatar bistesining o'zak ham eng motor uramından sanala. 2013 yildan Jiyavlilar urami bo'lib turadi. Boshtaroq uram Zaxaryevskaya deb ismlangan. 1930 yilda uramga buyuk ma'rifatchi Qayyum Nosiriy ismi beriladi. Birida tanilgan tatar oqsuyaklari, din ahillari ham boy savdogarlar yashagan. Misol uchun savdogarlar Kazakovlar, Kushayevlar, Usmanov, jamoat ishliklisi Mullin, G'olim din ahli Shihabiddin Marjani ham boshqa tanilgan shaxslarning yurtlari saqlanib qolib, hozir shaharning tarixiy yodgori bo'lib sanaladi. Tatar xalqining tanilgan Marjani ham Apanayevlar masjidlarida Qayyum Nosiriy uramida o'rnashgan. Umuman Qayyum Nosiriy urami 19-yüz tatar xalqi turmushi muhitini chog'ildirib, eski tatar bistasining yuzi qoshiday qadrli uramidan sanaladi.